130 kilodan 92 kilogacha sog'lom vazn tashlash oson bo'lmadi, ishoninglar. Doimiy jismoniy mashqlar va muntazam dieta natijasida organizmimdagi ko'plab vitamin va minerallarning yo'q bo'lishi kuzatildi. Haftasiga 4 marotaba trenirovka, haftada 7 kun muntazam dieta saqlaganman. Bu esa katta vaznlik men uchun juda murakkab jarayon bo'lgan. Ammo to'g'ri biologik qo'shimchalar bilan doimiy organizmimni kuch bilan ta'minlab turganman. Ammo shu jarayonlarda kichik bir xatolikka yo'l qo'yibman. Yo'q. Sog'limdagi muammo emas, aksincha, moliyaviy muammo. Men o'zim izlanmasdan duch kelgan dorixonadan dorilar va sport ozuqalarini xarid qilardim. Bu esa menga 2, 3, ba'zida 5 baravar qimmatga tushgan ekan. Kecha o'zim uchun yangi kashfiyot qildim, ya'ni vitaminu dorixonasi. Bu yerda menga kerak bo'ladigan sport ozuqalar, vitaminlar, minerallar hammasi bor va hamma mahsulotlar original. Originalligini tasdiqlaydigan sertifikatlari ham bor. Mahsulotni xarid qilayotganingizda hamma mahsulot uchun alohida kafolat ham beriladi. Eng muhimi, manaman degan ancha-muncha dorixonangdan arzon.